Bugungi videoda ko'pchilik yangi treyderlarni qiynaydigan savdoga kirish nuqtasi qayerda degan savolga javob beraman. Bu savolga javob olish uchun videoni boshidan oxirigacha uzmasdan ko'ring. Iloji bo'lsa o'zingizga daftar ruchka olib oling, chunki men har birini etap funksional tarzda pointlari bilan tushuntirib beraman. Har bir pointlar bir-biriga uzluksiz bog'liq. Videoni to'liq ko'rsangizgina savdoga kirish nuqtasini tushunasiz. Savdoga kirish nuqtasi qachonki chotki bo'lsa, joy-joyida kirsangizgina daromad qila olasiz. Meni ismim Umar Yahyoyev, 8 yillik trading tajribasiga egaman va MyFX Pro kompaniyasi asoschilaridan biriman. Shu kungacha 4,5 mingdan oshiq insonlarni trading sohasini o'rganishlariga va daromadga chiqishlariga sababchi bo'lganman. Bugun siz bilan ham tradingda foydali bo'lgan mavzulardan biri haqida gaplashamiz. Har bir savdoga kirish nuqtasi 3 ta shartga tayangan bo'ladi. Birinchisi kontekst, ya'ni bozorda trend yo'nalishi, impuls o'syaptimi, impuls pasayaptimi, bozorda trendlar kuchayaptimi yoki trend sinib boshqa trendga aylanyaptimi? Shu narsalarni avvaldan bilib olishingiz kerak. Trend nima, kontekst nima, men video jarayonida yana tushuntirib beraman. Ikkinchi shart bo'lsa level va zonalar, ya'ni bozorda shu paytgacha hozirgi narxga eng yaqin bo'lgan kuchli key levellar, kuchli zonalar bor. Bu nima degani? Bozorda har qanaqa instrumentlarda, har qanaqa oltin bo'ladimi, neft bo'ladimi, euro USD bo'ladimi, ularni doimo olish va sotish uchun qulay narx tochkalari avvaldan shakllangan bo'ladi. Bu narsalar key levellar deyiladi. Mana shu key levellarga narx qaytib kelayotgan paytda o'sha key levelda reaksiya beradi. Mana shu reaksiya asosida to'g'ri savdoga kirishingiz uchun momentdagi key levelni zo'r, chotki, aniq topishingiz kerak va key levelni turini ham bilishingiz kerak. Bu narsa ikkinchi shart hisoblanadi. Buni ham video jarayonida to'liq tushuntirib beraman. Uchinchisi bo'lsa trigger, ya'ni levellarga nisbatan bo'ladigan reaksiyalar. Key levellarga bo'ladigan nisbatan reaksiyalar esa bir nechta turlarga bo'linadi. Bularni men video jarayonida grafiklarda ham ko'rsatib beraman. Qisqacha aytib o'tadigan bo'lsam, fake breakout bo'ladi, breakout bo'ladi yoki darajani yorib o'tib ketishi mumkin, impuls bilan key leveldan qaytib ketishi mumkin. Bularni ham jarayonda men real grafiklarda ko'rsatib beraman. Hamma narsani to'g'ri tushunishingiz uchun, kirish tochkasini aniq qilishingiz uchun treyderlarda bir nechta xatolar bor. Mana shu xatolarni avval nima qilmasligingiz kerakligini tushuntiraman, keyin bo'lsa nima qilishingiz kerakligini tushuntirib beraman. Birinchisi narxni quvib kirish. Narx qayergadir ketyapti, narx tushib ketyapti yoki chiqib ketyapti deb turib ko'r-ko'rona narx ortidan quvish. Bu nima degani? Ko'pchilik treyderlar mana hozir sizda grafikda ko'rinib turgandek, narx bozorda shakllanadi va shunchaki narx pastga qarab tushib ketayotgan bo'lsa, bo'ldi, bir ikkita qizil sham shakllansa, tushuvchi sham shakllansa, bo'ldi, narx tushib ketdi deb turib sirazi sotadi. Lekin bu bozorda shunchaki manipulyatsiya bo'lishi mumkin. Siz bozordagi qisqagina vaqt emas, umumiy kontekstni ko'ra olishingiz kerak. Kontekst degani umumiy trendning yo'nalishini, trend yo'nalishi tepaga qarab ketyaptimi, xolismi, xolamismi, kichkinagina, ozginagina qayrilishda siz pastga qarab kirib olishingiz emas, doimo trend tepaga o'syaptimi, tepaga qarab savdo qilishingiz kerak. Pastga qarab o'syaptimi, pastga qarab savdo qilishingiz kerak. Ya'ni trend yo'nalishiga teskari tushib qolmang. Ikkinchisi levellarni ko'rmay kirish, ya'ni key level degan narsalar bor. Oddiygina tushuntirib, oddiy qilib aytadigan bo'lsam, bozorda shunaqa darajalar borki, bu darajalarga, bu key levellarga nisbatan bozorlar reaksiya beradi. Xuddi mana shunaqa holatdagi kabi key level bo'lyapti, key levellarga nisbatan mana reaksiya beryapti, ob'yom yig'yapti, mana bu joylarda turyapti yoki mana bu qismlarda ham key level bo'lyapti, unga nisbatan fake breakoutlar bo'lyapti. Mana shunday tarzda reaksiyalar beradi. Key levellarga nisbatan reaksiyani doimo kutishingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda ham paranormalniy bar, unga nisbatan mana sложный bo'lyapti, ya'ni qiyinchilikli fake out bo'lyapti. Mana shu narsalarni qachonki tushunasiz, undan keyin stabil daromad qilishni boshlaysiz. Bu ma'lumotlarni hammasini men Wall Street strategiyasi kursida 50 talik video darsida to'liq o't ido tushuntirganman. Bemalol o'qib o'rganishingiz mumkin. Uchinchisi triggerlarni kutmaslik. Trigger nima degani? Bu trigger degani mana shunaqa narsaki, bozorda narx tepaga qarab ketyapti. Tepaga qarab ketyapti. Xo'p, qayerda savdoga kirasiz? Shunchaki istalgan joyda, mana bu joyda, mana bu joyda yoki mana bu joyda bayqamaysiz. Sizda shunaqa joylar shakllangan bo'ladiki, o'sha joylarga nisbatan bo'ladigan triggerlarni, ya'ni reaksiyalarni ko'rasiz. Aynan mana bu joyga nisbatan reaksiya kutasiz, mana bu joyga nisbatan reaksiya kutasiz. Umumiy zona esa mana bu yerda. Mana shu zonani ichida kirib, stoplaringizni bu yerga yoki bu yerga qo'ysangiz, juda ham zo'r savdoga kirish tochkasi bo'ladi. To'rtinchisi kontekstga qarshi savdo qilish, ya'ni trend yo'nalishiga qarshi savdoga kirish. Aytaylik, mana real bozorda trend yo'nalishi narx tepaga qarab ketyapti. Misol uchun oltin trendini oladigan bo'lsak, oltin 2024-25-yillarda temp bilan faqat yuqoriga qarab o'sdi, o'zini maksimumlarini 10, 15, 20, 30 martalab yangilab ketdi. Mana shunaqa joylarda ba'zi yangi treyderlar, to'g'rirog'i juda ham ko'plab yangi treyderlar
trendga qarshi, ya'ni o'sib borayotgan narsaga bo'ldi, uje bundan ortiq o'sa olmaydi deb ishonmasdan pastga qarab savdo qilishdi, lekin ularning hammasi o'zini depozitlarini yo'qotishdi. Bu xatoni siz ham takrorlamasligingiz kerak. Narx yo'nalishi tepaga qarab ketyaptimi, siz ham tepaga qarab savdo qiling. Agar narx yo'nalishi pastga qarab ketayotgan bo'lsa, siz ham pastga qarab, ya'ni sell savdolarini amalga oshirishingiz kerak. Misol uchun mana bu holatda ham umumiy holatda ko'radigan bo'lsangiz, narx tepaga qarab intilyapti. Haligacha tepaga qarab intilyapti. Narx pastga tushish uchun hech qanaqa tasdiqlar yo'q. Bu yerda hammasi tepaga qarab, o'zini haylari ham bir-biridan yuqorida, lowlari ham bir-biridan yuqori, narx tepaga qarab ketyapti. Narx tushishini o'zini qoidalari bor, chiqishini o'zini qoidalari bor. 5-si stop losssiz savdoga kirish. Juda ham qo'pol xatolardan biri. Siz savdo ochyapsiz, agar savdoingiz o'xshamasa, qanaqa holatda to'xtatishingizni bilmaysiz. Bu narsa stop losssiz savdo deyiladi. Ya'ni stop loss bu yo'qotishni chegaralash. MetaTrader platformasida avtomatik tarzda oldindan o'rnatib qo'yishingiz mumkin. Siz uxlayapsizmi, ishdamisiz yoki qayergadir ketdingizmi, aytaylik $10 minus bo'lsa, yop deysiz, o'sha $10 minus yopadi. Agar bu narsani qo'ymasangiz, sizni yo'qotishingiz mumkin bo'lgan summa butun depozitingizni tashkil qiladi. Agar bu video sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, hozir o'zida kanalga podpisatsiya qilib, like tugmasini bosib qo'ying. Chunki bitta video chiqishi uchun kamida 4 ta 5 ta insonlar mehnat qilishiga to'g'ri keladi. Aynan siz bu videoni ko'rayotganingizda ham orqasida kamida 1-2 haftalik ishlar turadi. Like tugmasini bosib, podpisatsiya qilib qo'ysangiz, bundan faqatgina xursand bo'lamiz. Ana endi eng muhim joyiga keldik. Savdoga kirish nuqtasi qayerda? Qayerda savdoga kirish kerak? Bu narsani endi tushuntirishni boshlayman. Juda ham diqqatli, e'tiborli bo'lib turing, men grafiklarda ko'rsataman. Kirish nuqtasi quyidagi joylarda bo'ladi. Birinchisi, trend davomiyligi uchun retest zonasida. Retest nima degani? Kirish nuqtasi trend davomiyligiga nisbatan retest bo'lganda. Mana bu joyda maksimum turibdi, shunga nisbatan mana bu yerda retest turibdi. Ya'ni yorib o'tib kelib mana bu joyga kelganda savdoga kirasiz va mana bunday tarzda tepaga qarab ketadi. Aynan o'zim shu joylarda savdo qilaman. Ikkinchisi bo'lsa, trend yo'nalishi bo'ylab kuchli fake breakoutlarda. Bu nima degani? Trend yo'nalishi bo'ylab kuchli fake breakoutlarda. Mana bu joyda maksimum turibdi. Mana bu yerda daraja turibdi. Mana shu darajaga nisbatan mana bu yerda fake breakoutlar bo'lyapti. Yorib o'tyapti, lekin baribir qaytib kiryapti. Aynan mana shu fake breakout zonasi va fake breakoutni mana bu SNR, ya'ni support zonaga, ya'ni mana bu support zona hisoblanadi. Mana bu resistance zona hisoblanadi. Narx buning ichida turganda, mana shu support zonaga nisbatan fake breakout berayotgan paytda kirish kerak bo'ladi. Ko'pchilik pastga qarab ketyapti deb teskari kirib qo'yadi. Aksincha, siz bu yerda buy savdosini ochishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi absorption, ya'ni reject bo'lgan zonalar. Bu nima degani? Aynan bozorda trend yo'nalishi bo'ylab unga teskari bo'lgan harakatlarda reject bo'lgan zonalar, ya'ni mana bu joylarda, mana misol uchun kattalashtirib qaraydigan bo'lsak, juda ham ko'p. Mana bu joyda aynan shu tochkaga nisbatan tanalar tegib qaytib ketyapti. Aynan mana shu tochka savdoga kirish tochkasi, aynan mana bu tochka savdoga kirish tochkasi. Yoki mana bu yerdagi yorib o'tganga nisbatan ham oladigan bo'lsak, aynan mana bu tochka savdoga kirish tochkasi. Lekin kirish tochkasi bilan bir qatorda savdodan chiqish, ya'ni stop losslarni ham qo'yishingiz kerak. Stop losslar bu yerga emas. Stop losslar mana bu yerga, mana bu yerga yoki mana bu yerga vaziyatdan, holatdan kelib chiqib qo'yiladi. Lekin mana bu support zonaga tarab qo'yilmaydi. 5-si bo'lsa order zonalarini tushunish. 5 bilan 4 o'zaro bir-biriga bog'liq. Bu nima degani? Aynan mana shu support zonasini atrofida order zonalar bo'ladi. Buychilar, sellchilar, stop losslar, take profitlar. Shuning uchun ham bu support zonasiga nisbatan mana bunaqa tarzda fake breakoutlar amalga oshirilyapti va fake breakout orqali pastda ob'yomlar, stoplar, take profitlar, stop losslari juda ham katta qismi yig'ib olmayapsiz. Siz boshqa treyderlardan ko'ra aqlliroq bo'lib turib, o'zingiz stoplaringizni pastroq qo'yadigan bo'lsangiz yoki mana bunday fake breakoutlardan keyin kiradigan bo'lsangiz, siz doimo yutasiz. Bu savdoga kirishni eng muhim tochkalardan biri edi, lekin bu narsa bilan bundan tashqari level hali tasdiqlanmagan paytda savdoga kirmasligingiz kerak. Yangilik oldidan savdoga kirib olmasligingiz kerak va narx impulsda yugurib ketayotganda teskari savdoga kirib olmasligingiz kerak bo'ladi. Umumiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, kirish tochkasi bu kontekst, ya'ni trend yo'nalishi. Narx tepagami, pastgami? Agar tepaga bo'lsa, buy ochasiz, pastga bo'lsa sell ochasiz. Keyingisi level. Ya'ni narx yuqoriga qarab ketyapti, ma'lum bir levellari yorib o'tib test beradi yoki ma'lum bir levellarga nisbatan borib energiya yig'adi. Mana shu kirish tochkalari. Keyingisi reaksiya, aynan o'sha levellarga nisbatan reaksiyalar. Aytaylik, bitta level bor, trend yo'nalishi tepaga, o'sha narsani yorib o'tib, tegib reaksiya berib ketyapti. O'sha tegib ketayotgan joyda savdoga kirish kerak bo'ladi. Bu faqatgina savdoga kirish tochkasini
test orqali kirish. Lekin juda ham ko'p savdoga kirish tochkalarini o'zini usullari bor. Qayerda savdoga kirish, trend bo'ylab kirish, hattoki trendga qarshi qisqa muddatli savdolar qilish yo'llari bor. Bu narsalarni hammasini men 50 talik video darsda od i do to'liq tushuntirganman. Agar sizga bu narsalar qiziq bo'lsa, savdoga kirish tochkasini o'rganmoqchi bo'lsangiz va 2026-yilda trading sohasi orqali ko'p daromad qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol mana shu 50 talik videolarni olib, ko'rib o'qishingiz mumkin bo'ladi. Bu video darslarda men Wall Street strategiyasi, savdoga kirish tochkalari, bozor strukturalari, bozor konteksti, qayerda kirish kerak, qayerda chiqish kerak, risk management, money management, key level'lar, key level'ga nisbatan fake breakout'lar, fake breakout turlari, breakout turlari, gap, retest, atarlari ham yangilik atari bo'ladi, order zonalar, juda ham ko'p strategiyalarni o'rgatganman. Agar sizga bu strategiyalarni o'rganish qiziq bo'lsa, hoziroq pastda kurs deb yozib turib, yonida link qoldirilgan Google forma, o'sha ko'k link ustiga bosib, o'zingizning ma'lumotlaringizni qoldiring. Menejerim bo'lsa sizga kurs bo'yicha to'liq ma'lumot beradi. Ma'qul keladigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri o'sha Wall Street strategiyasini, strukturalarini, savdoga kirish tochkasini 50 talik video darsini olib o'qishingiz mumkin. Bundan tashqari ichida kitobi ham chiqadi, bundan tashqari telefon va notebook chiqadigan versiyalari ham bor. Agar bu video foydali, agar bu YouTube video foydali bo'lgan bo'lsa, bu videoni do'stlaringizga ham ulashing, ularga ham foydali bo'lsin. Shunchaki pastda yuborish tugmasini bosib turib, Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlardan ham yuborsangiz bo'ladi. Keyingi videolarni o'zingiz ham o'tkazib yubormasligingiz uchun esa kanalga obuna bo'ling.